Eshitishingiz yildan yilga pasayib ketyaptimi? Anglashingiz yaxshi bo'lmayaptimi? Qulog'ingizda hattoki shovqin paydo bo'lyaptimi? Atrofdagilar "Nima, kar bo'lib qoldingmi?" deyishayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda otoskleroz kasalligi bo'lishi mumkin. Azizlar, men Amir Bakayev, ko'p yillik tajribaga ega lor jarrohman. Hozirgi kunda Samarqand shahrida ishlab kelmoqdaman. Ko'pgina bemorlarimizga zamonaviy og'riqsiz jarrohlik amaliyotlari va konservativ davolash bilan yordam berib kelmoqdamiz. Bugun so'zlashadigan mavzuyimiz otoskleroz. Bu kasallikni asosan ayollarda uchraydi. Ayollar shu joyda ham bizni qutqarib qolishyapti. 4 ta bemordan 3 tasi ayollar bo'ladi. Bu kasallikda nog'ora parda butun bo'ladi. Shu uchun lor vrachlarga murojaat qilsangiz, eshitishim past deb, ular pardangizni ko'rib, quloq pardangiz yaxshi-ku, sizda eshitish bilan muammo bo'lmasligi kerak deyishadi, lekin muammo ichkariroqda bo'ladi. Ya'ni muammo quloq suyakchalarida bo'ladi. O'sha odam organizmidagi eng mayda quloq suyakcha, strema degan quloq suyakcha atrofi otosklerotik blyashkalar bilan qoplanadi va o'sha quloq suyakchani harakati chegaralanib qoladi. Normada ovoz to'lqinlari quloq pardaga kelib urilardi. Quloq parda tebranishi quloq suyakchalaridan ichki quloqqa o'tardi va biz eshitishni boshlardik. Bu kasallikda esa nog'ora parda tebranadi. O'sha oxirgi quloq suyakcha tebranmasdan qotib qolgani hisobiga impulslar ichki quloqqa bormaydi va biz eshitmaymiz. Afsuski, bu kasallikni dori darmon bilan davolashning iloji yo'q. Bu kasallikni sabablariga kelsak agar, bu ko'pincha irsiy bo'ladi, avloddan avlodga o'tadi. Ayollarda gormonal buzilishlarning hisobiga bo'lishi mumkin. Xo'p, bu kasallikni ko'pincha jarrohlik amaliyoti bilan davolash mumkin. Agar siz "Yo'q, men operatsiya qilmayman" desangiz ham yo'l bor, sluhovoy apparatlar, ya'ni quloqchinlar bilan ham. Lekin sizga maslahatim, operatsiya qiling. Chunki operatsiyadan keyin siz hech qanaqa quloqchinlarga muhtojlik sezmaysiz. U quloqchinlarning ham o'ziga yarasha noqulayliklari bor. Shuning uchun operatsiyani tanlagan ma'qul. Operatsiya qanday o'tadi? Operatsiya umumiy narkoz ostida yoki mahalliy og'riqlantirish, ya'ni quloq ichidan ukol qilgan holda ham qilsa bo'ladi. Nima qilinadi? Tashqi eshituv yo'lida kesim qilinadi, nog'ora parda ko'tariladi, quloq suyakchalari tekshirib ko'riladi. Haqiqatdan ham qotib qolgan bo'lsa, o'sha qotib qolgan quloq suyakcha olib tashlanib, uni joyiga protez qo'yiladi. Buning natijasida siz operatsion stolda eshitishni boshlaysiz. Agar siz shu videoda o'zingizni tanigan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, biz sizga zamonaviy va malakali yordam beramiz.